Erkatoy tulkicha. Erkatoy tulkichaga qishda bo'lib o'tgan voqealar ta'sir qilib, juda mehnatkash, onasini ardoqlaydigan, aytganini xo'p bo'ladi onajon deb qiladigan bo'libdi. Ammo bu hol uzoqqa bormabdi. U boshidan kechirganlarni unutib, yana quloqsiz bo'lib qolibdi. Bahorda yog'ingarchilik ko'p bo'lgani bois, uyni toshqinlarga chidamliligini oshirish, mustahkamlash kerak edi. Hali kuchli sel kelmagani uchun ona tulki ham xotirjam edi. Tulkicha esa har doimgidek kuni bo'yi o'ynashni yaxshi ko'rardi. Kapalak quvar, gullarning orasida dumalab yotar, quyon bolalar bilan musobaqalashar edi. Bir kuni ona tulki dedi: "Bolam, bugun yomg'ir yog'adiganga o'xshaydi. Inimizni mustahkamlab qo'yaylik, keyin ovqat izlaymiz." Ammo tulkicha burnini qisib dedi: "Onajon, siz o'zingiz qilib turing, men keyin yordam beraman. Yana biroz o'ynab kelay, keyin kech bo'lishi mumkin. Sel yaqinga o'xshaydi bolam. Hozir ketib qolgan taqdiringda ham selda qolib ketasan", deb yordamidan umid qilib gapirardi ona tulki. "Hozir kelaman", deb tulkicha o'rmon tomon yugurib ketdi. Yomg'ir esa darrov boshlanib, shiddatli selga aylanib ketdi. Shamol ham shiddat bilan esa boshladi. Yomg'ir suvi in ichiga kirib, bir zum deganda suvga to'ldi. Ona tulki o'z kuchi bilan hammasini yopardi. Unga kirgan suvni chelaklab tashqariga separdi. Necha soatdirki tulkichadan darak yo'q edi. Onasi xavotir ola boshladi. Balki qurigan daraxtlar shamolda dosh bera olmay sinib, o'g'limni bosib qolgan bo'lsa-chi, deb ona tulkini vahima bosar edi. Bir ozdan so'ng tulkicha ho'l bo'lib, charchagan holda titrab qaytdi. O'sha kecha u sovuqdan titrab yotdi. Chunki tulkicha shamollab qolgan edi. Tinmay aksirar, yo'talardi. Onasi esa uni issiq qilib o'radi. Issiq sut berdi. Tepasida mijja qoqmay uni isitishga harakat qilardi. Ona tulki ko'zlaridan duv-duv yosh oqardi. Nimadan ko'proq xafa bo'layotganini o'zi ham bilmas edi. O'g'li quloqsizlik qilib yordam bermay ketib qolganidanmi? Inini suv bosib, hali suvni oxirgacha chiqarib bo'la olmaganidanmi? Tulkicha quloqsizligi oqibatida kasal bo'lib qolganidanmi? Shunday bo'lsa-da, ona tulki mehr bilan unga tushuntirdi. "Bolam, yordam berish faqat og'ir ish emas. Bu mas'uliyat, minnatdorchilik, odob, mehrning belgisi. Sen ketib qolganingda men juda qiynaldim. Teshiklarni yopaymi, indan suvni chiqaraymi, qaysi birini qilishni bilmay qoldim. Seni kuchli qo'llaring, chaqqon oyoqlaring menga juda kerak bo'ldi bolam. Sen menga keraksan. Ortiq bunday meni tashlab ketma", deb boshini boshiga qo'yib yig'lar edi. Tulkicha qilgan ishidan juda afsuslandi. O'yin uchun onasini xafa qilib qo'yganiga o'zini ko'p koyidi. Ertasi kuni tongda tulkicha uyg'onib qarasa, in atrofini suv bosgan. Onasi esa yana tozalayapti. Bu safar u yugurib bordi. "Onajon, bugun men yordam beraman", dedi mehrli ohangda. Shunday qilib, ular birgalikda inni mustahkamlab olishdi. Yomg'ir suvlarini indan chiqarib, inni tozalab olishdi. Keyin esa quyosh chiqib osmonda charaqladi. Tulkicha ko'ksini kerib dedi: "Endi men faqat o'yinchi tulki emas, yordamchi tulkichaman." O'shandan keyin tulkicha har safar avval onasiga yordam berar, keyin o'ynagani ketar edi. U bilib oldi, mehr bilan qilingan yordam eng katta kuch ekan. Bolalar, qani o'ylab ko'ring-chi, ertak bizga yana nimalarni o'rgatdi? Ota-onangizga bu haqida aytib bering. Izohlarga farzandingizning fikrlarini yozsangiz, ijodiy jamoamiz bilan birgalikda xursand bo'lamiz.